Sizga ma'lumki, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmon janobi oliylarining ko'rsatma topshiriqlari ijrosi maqsadida 2018-yilning 15-sentyabridan Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatida qonun ustuvorligi, jamiyat tartiboti, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, noqonuniy qurol-yarog'larni musodara qilish, qidiruvda bo'lgan jinoyatchilarni qo'lga olish va organga olib kelish, o'qotar qurollar, narkotik moddalarni noqonuniy saqlash va foydalanishga doir jinoyatlarni oshkor etish va oldini olish yo'lida idoralararo shtab amal qilmoqda. Joriy yilning 11-oktyabrigacha uyushgan jinoiy guruhlar sarkardalari va viloyat shahri nohiyalari, xususan Xorug' shahri alohida shaxslardan 135 ta o'qotar qurol, jumladan 57 ta Kalashnikov avtomati, 2 ta pulemyot, 2 ta granatomyot, 1 ta zenit kompleksi, 27 ta to'pponcha, 8 ta karabin, 29 ta toz o'qotar quroli, 1 ta xorijda ishlab chiqarilgan qurol va 2686 tadan ziyod urush lavozimotlari, chunonchi 500 gram portlovchi modda musodara qilindi. Qidiruvda bo'lgan 21 nafar jinoyatchidan 11 nafari o'z iqrorlik arizalari bilan huquq muhofazasi organlariga kelishdi. Ular orasida fuqarolar Akimbekov Akimbek Azizmamadovich, Bozorov Komron Vatanshoyevich, Mirzoyev Firuz Mahmudxonovich, Sheyxov Po'lot Tilloyevich, Karimbekov Rustambek Davlatbekovich, Neqqadamov Shertan Saidqadamovich, Bo'aliyev Shohg'arib Dodxudoyevich, Xudonazarov Nekruz G'ulomaliyevich, Hamidi Tashrif va Davlatqadamov Muzaffar Imomnazarovichlar bor. Haligacha rasmiy qidiruvda bo'lib, organga kelmagan shaxslarga qonunda ko'zda tutilgan yengillashtiruvchi holatlardan foydalangan holda huquq muhofazasi organlarida hozir bo'lishlari yana bir marta ta'kidlanadi. Chunki belgilangan muddat oxiriga yetgandan keyin pushaymonlik hech qanday foyda keltirmaydi. Shu bilan birga 2018-yilning 2-oktyabrida Tojikiston Respublikasi Davlat Milliy xavfsizlik komitetining Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatidagi boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilishi natijasida Afg'oniston Islom Respublikasidan Tojikiston Respublikasining Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatining Sho'g'non nohiyasiga ko'p miqdorda qurol-yaroqlar, urush lavozimotlari va narkotik moddalarni o'tkazishni maqsad qilgan Afg'oniston Islom Respublikasi va Tojikiston Respublikasining Sho'g'non nohiyasi uyushgan jinoiy guruhlar a'zolarining jinoiy amallari oshkor etildi va oldi olindi. Sho'g'non nohiyasi Porshnev qishloq jamoati Barchi chegara yonidagi mintaqasida uyushgan amaliyot va to'qnashuvlar natijasida kontrabandistlar tunning qorong'isidan foydalanib, hodisa joyidan qochib ketishdi. Hodisa joyini nazardan o'tkazish chog'ida ichida 4 ta Kalashnikov o'qotar avtomati va 25 kilogramm giyohvand modda, jumladan 10 kilogramm geroin, 13 kilogramm hashish va 2 kilogramm afyun giyohvand moddasi bo'lgan 2 ta yuk xaltasi topilib, musodara qilindi. Shtab qayta tekshirilgan ma'lumotiga binoan Sho'g'non nohiyasi va Xorug' shahrining uyushgan jinoiy guruhlari ayni paytda Afg'oniston Islom Respublikasi va boshqa mintaqalardan qurol-yaroq, urush lavozimotlari va narkotik moddalarni kiritishga harakat qilishmoqda. Shu tufayli bunday jinoyatkorona amal vaziyatni murakkablashtirishi hamda bunday jinoyat tashkilotlariga nisbatan qonuniy choralar qabul qilish jarayonini voqelikka yaqinlashtirishi qat'iy ta'kidlanadi. Idoralararo shtab faoliyatining boshqa yo'nalishi transport vositalari harakatini qat'iy tarzda tartibga keltirish va qoidabuzarliklarning oradan ko'tarishdan iborat. Maqsadli tadbirlar o'tkazilishi natijasida yo'lda harakatlanish qoidabuzarligining 2468 ta dalili oshkor qilindi. Jumladan 27 ta transport vositasi noqonuniy shishani qoraytirish, 40 ta transport vositasi davlat raqamisiz va begona raqamda, transport vositasini haydovchilik guvohnomasisiz boshqarishning 10 holati, tez sur'atda harakatlanishning 110 ta dalili, militsiya xodimi talabotiga itoat qilmaslikning 27 ta holati, 5 ta mastlik va 2249 ta boshqa qoidabuzarliklar oshkor etilib, hujjatlashtirildi. Qayd qilish joizki, aksariyat fuqarolar o'zlarining noqonuniy harakatlaridan zarur xulosa chiqarib, shaxsiy transport vositalari egalari 203 ta shishasi qoraytirilgan avtomashinani ixtiyoriy ravishda tozalashdi. Shuning baravarida shishasi qoraytirilgan davlat qayd raqamisiz transport vositalari egalari haligacha mavjud bo'lib, yo'l harakati qoidalarini buzishib, Xorug' shahri aholi salomatligiga xavf tug'dirishadi.
Shunday jinoyat bilan joriy yilning 2 va 6 oktyabr kunlari Xorux shahri fuqarolari Imomnazarov Sohibnazar Sultonnazarovich shishasi noqonuniy qoraytirilgan transport vositasini boshqarish, itoat qilmaslik, qarshilik ko'rsatish va jang lavozimotlari, 2 pichoq va 1 granatani olib yurish. Xudoyev Muslim Rizvonshoyevich va Muzaffarov Sohibmamlyuk Imomnazarovich shishasi ijozatsiz qoraytirilgan transport vositasini boshqarish, itoat qilmaslik va militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatish jinoyatlari bilan qo'lga olinib, ularga nisbatan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 195-moddasi 1-qismi va 328-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, nomlari zikr etilgan shaxslar dastlabki mahkumlikda turishibdi. Idoralararo shtab tomonidan bugungi kun holati bo'yicha banklarga qaytarilmagan kredit mablag'lar umuman 71 million so'mni tashkil qilib, shundan Orion Bank ochiq hisobdorlik jamiyatiga 1,338,671 so'mni, Amonat bankka 4,414,916 so'mni, Birinchi kichik moliyaviy bankka 3,81,132 so'mni, Agroinvest bankka 13,191,271 so'mni, Tojik Sodrot bankka 48,953,488 so'mni to'g'ri kelishi aniqlandi. Zikr etish joizki, shu paytgacha jinoyatchi shaxslar va alohida fuqarolardan ko'p sonli o'qotar qurollar va jang lavozimotlari noqonuniy tarzda saqlanayotgan bo'lib, buning oqibati yaxshi emas. Shuningdek, alohida shaxslar tomonidan yo'lda harakat qoidalarini buzish va boshqa qonunbuzarliklar qaydga olinadi. Idoralararo shtab belgilangan muddatda barcha qurol-aslahalar topshirilishini qat'iy talab qiladi. Tog'li-Badaxshon Muxtor viloyati, xususan Xorux shahrining sharafli xalqi viloyat huquq muhofazasi va tartibot tuzilmalari tomonidan biron ko'cha, qishloq, mahallada tinch fuqarolarga nisbatan amaliyot o'tkazilmasligini aniq bilishlari kerak. Xorux shahri aholisi ularning xavfsizligi to'liq ta'minlanishiga ishonishlari kerak. Fuqarolar uyushgan jinoyatchi guruhlar sarkardalarining asossiz va bema'ni ig'vo yolg'onlariga ishonmasinlar hamda o'z ish faoliyatlarini ko'ngillari to'q holda davom ettirishlari kerak. Uyushgan jinoiy guruhlar sarkardalari va a'zolari alohida shaxslar tomonidan qurol-yaroqlar va jang lavozimotlari oxirigacha topshirilmagan holatda ularga nisbatan amaldagi qonunlarga binoan kechiktirilmas choralar qabul qilinadi. Shuningdek, belgilangan nazorat nuqtalarida Davlat avtomobil nozirligi xodimlariga itoat etmaslik, o'zlari bilan o'qotar qurollar, yondiruvchi, molotov kokteyli, portlatuvchi moddalarni olib yurish, to'siqlar yaratish va davlat organlari namoyandalarini tahqirlash, tegishli tuzilmalar faoliyatiga aralashishga harakat qilish holatlarida bunday shaxslarga nisbatan Tojikiston Respublikasi qonunchiligi talablariga binoan qat'iy choralar ko'riladi. Aziz vatandoshlar va Xorux shahrining hurmatli fuqarolari, biz sizning yuksak madaniyat va ma'rifatingizga ishongan holda joriy yilning 15 oktyabrgacha oxirgi noqonuniy qurol-yaroqlar organlariga topshirilishi, qidiruvda bo'lgan jinoyatchilar huquq muhofazasi organlarida hozir bo'lishlari, viloyat aholisi xavfsizligini ta'minlash, jamiyat tartibotini joriy qilish va kelgusida mavjud qonunlar doirasida amal qilishga hissa qo'shishlariga umid qilamiz.